Islom Karimov u hokimiyatga kelmadi. Uni o'zi yaratdi. Boy oiladan chiqmadi, tayyor yo'l qidirmadi. O'z yo'lini o'zi ochdi. Yoshlik oddiy, orzular katta. Orzulari esa millatning orzulariga aylandi. Imperiya qulardi, tizim parchalanardi. U esa millatni ko'tardi. Mustaqillik bu uning uchun shior emas edi. Bu zarurat edi. U hokim emas, muhandis edi. Davlatni xaritada emas, ongda chizdi. Poydevorni beton bilan emas, iroda bilan quydi. U so'z bilan emas, qaror bilan gapirdi. Qo'rquv ustidan kuch qurdi, vaqt ustidan tizim qurdi. U bilan bayroq balandlashdi. U bilan davlat mustahkamlandi. U bilan millat o'zini tanidi. Qonunlar qattiq bo'ldi, chunki zamon yumshoq emas edi. Har bir qaror sharoitga javob edi. 25 yil vaqt emas, bu avlodlarning ongiga yozilgan kod edi. U kodni u yozdi. Qon bilan, vaqt bilan, iroda bilan. U ketdi, lekin u yozgan kod ishlashda davom etmoqda. Maydonlar, bayroqlar, qonunlar ular gapirmaydi, lekin seziladi.